Toshkentda uy narxlari qimmatlashib ketdi deyishga shoshilmang. Hozir sizlarga 1 kvadrat ham chiqmaydigan joyni qanday qilib bir xonali kvartiraga aylantirishni ko'rsataman. Birinchi o'rinda joyni kengaytirish maqsadida odatiy oynalarni olib tashlab, metal karkaz yordamida tashqariga bo'rtib chiqadigan derazalarni o'rnatamiz. So'ngra karkazlarning hamma yog'ini panel bilan qoplaymiz. Oyoq tagida narsalarni saqlash uchun javon o'rnatamiz va ustidan divanni joylashtiramiz. Bu divanda 2 kishi bemalol yotsa bo'ladi. Devorning ochiq qolgan joyiga kiyimlar uchun funksional shkaf yasatamiz. Uning pastidagi joyda esa bemalol aksessuarlarni saqlasa bo'ladi. Divan atrofini qulaylik uchun yumshoq materiallar bilan qoplaymiz. Eshikdan kirgan joydan ham qo'shimcha javon sifatida foydalansa bo'ladi. Deraza tomondan MDF panel orqali ishchi zona shakllantiramiz. Siz bu yerda dars qilishingiz va bemalol ovqatlanishingiz mumkin. Narigi tomonidan ochiq qolgan joyda esa devorga mahkamlangan unitaz o'rnatamiz. Uning ustidan panel qo'yib, ovqat pishirish uchun elektr plita o'rnatsak bo'ladi. Uning tepasidan mahsulotlarni saqlash uchun javon joylashtiramiz. Shu yerning o'zida tepaga dush o'rnatib, yuvinadigan zonaga aylantirib yuboramiz. Suv sachramasligi uchun pergorodka bilan to'samiz. Oxirida eshikka veshelkalarni o'rnatamiz va divanning oyoq tomonidan televizorni joylashtiramiz. 1 kvadrat ham chiqmaydigan joyga qilingan yechimga baho bering va shunga o'xshash qiziqarli videolar uchun sahifamga obuna bo'ling.